Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz a'zolari. Muzlagan go'sht va suyaklarni kesib beruvchi uskunalarimizni tanishtirib ko'rsatib o'tmoqchiman. Ayniqsa buni qassob akalarimiz ko'p ishlatishadi. Shu go'sht sohasida shug'ullanadigan akalarimiz uchun narxda ham, sifatda ham hamma uskunalarni ortda qoldiradi. Mana Deko brendi bilan chiqarilgan nержавейкalik, to'q bardoviy va mana bu seriyalar bor. Buni komplektida 5 tadan arra qo'shib beradi zavod. Deko 770 markalilari 202 kilovat $360 turadi. Deko 808 markali nержавейкалigi $460 turadi. Bu 202 kilovatdan 777 markalilari 2 kilovatlik. Оборот ham juda ham tez va baquvvat qalin metaldan ishlangan. Hozir ichki qismlarini ham ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Deko 888 ning ichki ko'rinishlari. Bu yerda stop xavfsizlik nimalari ham bor va buni o'zini qotirish funksiyalari bor. Mana stik suyaklarni tozalab beruvchi nasatkalari, mana bu yerga suyak qirindalari tushadi. Hammasi 220 da ishlaydi. Deko 777 ning ichki ko'rinishlari. Bunda ham suyaklarni tozalab beruvchi, arrani tozalab beruvchi. Kerak bo'lsa, mana shu raqamlarga telefon qilib bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'shimcha sotuvda arralarimiz ham bor.